onalar, o'quvchilar bilishi kerak bu narsa. O'sha yerda ministr dars o'tib kelsinchi, prokuror dars o'tib kelsinchi, birgina shu sinfdagi o'qituvchi bilan shu o'quvchini bu bolani emas edi. Bu 20 yil stajda hali biron marta bironta o'quvchi so'kib haqorat qilmagan. Oxirida urib yuboradimi yo tezda urib turadimi? Maktablarda o'quvchini kaltaklash qanchalik? 9,8% bolada apatiya, depressiya holati aniqlangan. Bevosita ota-ona javob. Maktab ilm o'chog'i. Masjiddan ham ustun turadigan narsa maktab. Qo'shimcha ishlar bormi hali ham o'qituvchilarda? doping budjetda ovoz yig'ish masalasida bo'lishi mumkin. O'quvchi ham O'zbekistonning bolasi, o'qituvchi ham O'zbekistonning bolasi. Biz hammamiz qonun himoyasida bo'lishimiz kerak. Huquqiy ongi ham ilgarigichalik emas, o'qituvchilarni ancha oshdi. Men buyuraman, sen eshitasan qabilida bolalarga dars bergisi keladi. Assalomu alaykum. Shu kunda o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarni junbushga solgan hodisa. O'quvchi o'qituvchiga qo'l ko'tardi, o'qituvchi o'quvchini kaltakladi, huquq tizimi esa o'quvchini urgan o'qituvchini oqladi. Toshkentda informatika o'qituvchisi va o'quvchi o'rtasida yuz bergan rasmiy talqinda mojaro hamda uning misli ko'rilmagan oqibatlari haqida bugun o'zbekistonlik ta'lim sohasi vakili, matematika o'qituvchisi Isroiljon Tillaboyev hamda neyropsixolog, jamoatchilik faoli Zarifboy Ibodullayevlar bilan suhbatlashamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Demak, 21-may kuni Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasining ma'lum qilishicha, 19-may kuni 16 yashar o'quvchi RR va 24 yashar o'qituvchi ZO o'rtasida tortishuv kelib chiqqan. Sud oldida bu yerda o'tirgan rizqini boshidan quyyapti endi. Hamma tomonga suv sepyapti yana dars vaqtida. Rasmiy bayonotga ko'ra, o'quvchi dars jarayonida o'qituvchi tomonidan berilgan ko'rsatmani bajarmagan. Aksincha darsga xalaqit bergan. Shundan so'ng ular o'rtasida janjal yuzaga chiqqan. Ichki ishlar bosh boshqarmasiga ko'ra, mojaro vaqtida o'qituvchi o'quvchiga tan jarohati yetkazgan. Jabrlanuvchi tibbiy yordam uchun shifoxonaga murojaat qilgan. Holat yuzasidan o'qituvchiga nisbatan Jinoyat kodeksining 105-moddasi qasddan badanga o'rtacha og'ir shikast yetkazish bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Aslini olganda bunaqa hodisalar maktablarda bo'lib turadi. Keyingi paytda ko'payganday. Odatdan o'qituvchiga chora ko'riladi. Ammo bu gal voqea umuman kutilmagan o'zanga burildi. Maktabgacha va Maktab ta'limi vazirligi matbuot kotibi Dilfuza Sobirovaning ma'lum qilishicha, hodisa Toshkent shahri Mirzo Ulug'bek tumanidagi 275-maktabda informatika fani o'qituvchisi va 9-sinf o'quvchilari o'rtasida sodir bo'lgan. Matbuot kotibi buni nizo deb atadi va uning jamoatchilikda qizg'in muhokama uyg'otganini ta'kidladi. Avvaliga o'qituvchiga nisbatan jinoiy ish ochilgandi, ammo keyinroq ushbu ish tugatildi. O'quvchilar o'qituvchining talablariga rioya qilmagan, dars jarayonida xalaqit bergan va hurmatsizlik qilgan. Ma'lum qilinishicha, farzand tarbiyasida kamchilikka yo'l qo'ygan ota-onalarga nisbatan javobgarlik choralari ko'riladi. Ichki ishlar vazirining birinchi o'rinbosari Rustam Jo'rayev o'qituvchilarga ularning ortida armiya turganini, pagonlilar borligini va ular prezident himoyasida ekanini qat'iy ta'kidladi. Demak, bu voqea shu kunda ijtimoiy tarmoqlarda hanuz bahs bo'lishda davom etmoqda. Dastlab Isroiljon sizdan so'ramoqchi edim. Bir o'qituvchi sifatida bu hodisaning o'zi-yu va unga nisbatan huquq tartibot idoralarining ko'rgan chorasini qanday baholaysiz siz? Bu bo'yicha umuman pedagoglarimiz ikkiga bo'lingan, pedagoglarimiz umuman jamoatchilik ikkiga bo'lingan. Xususan shu maktabdagi davrni, maktabni har kuni past balandini ko'rib yurgan pedagoglar o'qituvchi taraf bo'ldi asosan, ya'ni o'qituvchi bekardan bekarga urmaydi, bekardan bekarga joni halqumiga kelganki, mana shunday oxirgi choragacha borgan deya, xususan men ham mana shu fikrda ilgari surdimki, ya'ni to'g'ri o'qituvchi urib xato qilgan bo'lishi mumkin, lekin ungacha bo'lgan holatni mana keyingi video chiqqandan keyin bildik, toki ungacha tarqagan videodan o'qituvchi faqat urgani ko'ringan edi. O'shanda ham men aytgandimki, bu bekarga xuddi shunaqa vaziyatgacha kelmasdi. Buni shungacha bo'lgan o'sha butun dars jarayonini videosini ko'tarish kerak degan fikrda edim. Haqiqatan ham keyin ma'lum bir epizodlar tarqagandan keyin bildikki, o'qituvchi shunga majbur bo'lgan.
Uzr, bitta Shuning qisqa uchun- savol berib ketay Isroiljon. Demak, bu o'qituvchining ko'rishi mumkin bo'lgan oxirgi chorami kaltaklash sizningcha? Yo'q, endi bu yerda bitta narsa borki, to'g'ri pedagogika nuqtai nazardan nima bu oxirgi chora emas. Umuman pedagogikada urish qoralanadi, lekin bu yerda yosh yigit, o'qituvchi ham katta yigit emas, yosh yigit tushunishim bo'yicha mana o'z videodan ham ko'rinib turibdiki, bu yerda boshqa o'quvchilar va umuman butun bir sinfni oldida izzat nafsiga tekkan, haqoratlangan sifatida ko'rilgan va qoniqarli. Ya'ni hozir detallarga kirmaylik, hali bu haqida butun dastur davomida gaplashamiz. Siz aytmoqchi bo'lganingizdek, o'qituvchi shunga majbur bo'lgan, istamagan holda deyapsiz-da, demak. Istamagan holda shunga majbur bo'lgan. Endi qisqacha aytsak, siz huquq tartibot idoralarini ko'rgan chorasiga qanday munosabat bildirasiz? Bu yerda uzoqdan keladigan bo'lsak, mana 10 yil, salkam 10 yildan buyon o'sha paxtadan ozod bo'lish va boshqa holatlarda real o'qituvchini himoyasiga otlangan hukumatni kuzatib boryapmiz, harakatlarini har bir vaziyatda o'sha administratsiya darajasida kerak bo'lsa hukumat darajasida munosabatlar bildirilib kelyapti. Mana shu oxirgi vaziyat, bu men o'zim ham yozdim ham, ko'rgan bo'lsangiz, real eng haligi qaltis vaziyatda, misol uchun 50-50 vaziyatda o'qituvchi tomonida turishini xohladim to'g'risi. 50-50 derkansiz, ikkita tomon, o'quvchi bilan o'qituvchi birday aybdor demoqchisizda? Yo'q, 50-50 deganda qanday jamoatchilik 50-50. Ha, bu voqeaga munosabat 50-50. Tushunarli. Bu haqda hali yana bafurja gaplashamiz. Endi Zarif aka sizdan so'ramoqchi edim. Siz nima deysiz? O'zi nima hodisa yuz berdi-yu, u sinfxonasida va unga ko'rilgan chora qanchalik o'zini oqlaydi? Umuman olganda o'quvchi bilan o'qituvchi orasidagi bunaqa nizoli holatlar menga ikkita ruhiy nogironi jangini eslatadi. Bu nima degani? Hissiy so'nish sindromi, ya'ni kasbiy faoliyatda hissiy so'nish sindromi degan tushuncha bor. Bu xalqaro kasalliklar tasnifida o'rin olgan. Buni men o'qituvchiga nisbatan ishlataman. Bolaga nisbatan o'smirlik agressiyasi, diqqat tarqoqligi va giperaktivlik sindromi degan tushuncha bor. Demak, bu yerda men shundoq kuzatib turib, distansion psixodiagnostika degan bizada usul bor. O'qituvchida hissiy portlash, ya'ni hissiy so'nish sindromini kulminatsion nuqtasini ko'ramiz va o'quvchida giperaktiv, ya'ni o'smirlik agressiyasini ko'ramiz. Endi 11-sinf o'qituvchi ham O'zbekiston fuqarosi degan so'zni ishlatgim kelmaydi. O'zbekiston beki sifatida, O'zbekiston vatandoshi sifatida ular hammasi teng huquqli va qonun himoyasida bo'lishi kerak. Konstitutsiyaviy himoyada bo'lishi zarur. Bu vaziyatni negizi nimaga borib taqaladi? Qayerga borib taqaladi? Albatta, bizlar bilamizmi, agar maktab o'quvchilarida mana UNICEF o'tkazgan o'zimiz O'zbekistonda psixologik statusni tekshirish natijalariga ko'ra 15,4% bolada nevroz, agressiya holati maktab o'quvchilarida, 9,8% bolada apatiya, depressiya holati aniqlangan. Bu degani har 10-12 bolada degani. Endi sinfda 30tadan ham ko'p 40ta bola bo'lsa, kamida 4tasida mana shu holatni kuzatamiz. Ular uyida ota-onasidan agressiya, ota-onasini o'zi tomonidan tahqirlash holatlari bilan to'yib keladi va agressiyasini bu yoqqa sepadi. Chunki o'ziniki va begonaniki degan tushuncha bor. Tushundingizmi? Ikkita yaralangan askar o'lib o'lguncha olishadi. Bu urush qoidasi. Bu ham bir urush bundoq qaraganda. Buni negizi, ildizi qayerda? Birinchidan zamon o'zgardi. Avvalgidek emas, o'qituvchilar avvalgidek ta'lim bergisi keladi. Men buyuraman, sen eshitasan qabilida bolalarga dars bergisi keladi. Hammasining qo'lida sotli telefon bor, hozir sun'iy intellekt bor, ilm gurkirab rivojlanib boryapti.
ertaga beriladigan uyning vazifasini kerak bo'lsa, o'sha 40 ta talabadan kamida 4 tasi ko'rib keladi. Hozir meditsinada ham sun'iy intellekt qo'ygan diagnoz 4 ta professor qo'ygan diagnozdan yuqori turadi. Ko'radi, o'qituvchini bilimini sayozdek sezadi va hokazo va hokazo. Chunki hozirgi zamon talablaridan kelib chiqib, bolalar bilan munosabatda bo'lish kerak. Endi hozir Zarfboyga o'zi bu haqida yana alohida gaplashamiz. Shu o'rinda qo'shimcha qilish kerak. Men O'zbekistonda ham bu masalani juda muhokama qilyapti jamoatchilik faollari. Bu ko'rsatuvga tayyorgarlik jarayonida men qator podkastlarni ham eshitdim. Xuddi siz aytgan muammoni aytyapti. Ya'ni bugungi yangi voqelik raqamli texnologiyalar dunyosi yoshlarda bir necha qadam oldinga ketish imkoniyati chet tilini bilgani uchun, yaxshiroq qabul qilgani uchun va dunyo bo'ylab, nafaqat O'zbekistonda, dunyo bo'ylab ortda qolayotgan ta'lim tizimi, bular hammasi mavjud muammolar. Lekin O'zbekistonda faqat O'zbekistonga xos bo'lgan yana boshqa muammolar ham bor-da. Masalan, aksar ta'lim xodimlari mana shu bugun dunyoga vujudga kelgan vaziyat bir necha qavatlarda birikib ketgan va vaqtida hal qilinmagan bir katta muammoning yuzadagi bir ko'rinishi xolos demoqda. Bunday sharhlarga o'tishdan oldin mana bu ya'ni o'sha tarmoqlarda tarqalgan videodagi alohida holatlarga e'tiboringizni tortmoqchimiz. Qo'lingda ol deyapti birdan. Bir shapaloqni ikkita mush otdi menga. Oyog'imni ushlab yiqitmoqchi. Bu kadrda o'qituvchi va o'quvchi yoqalashayotgani ko'ringan. Tasvirlarda har ikkisi bir-biriga nisbatan kuch qo'llayotganini ko'rish mumkin. Ammo biri voyaga yetgan 24 yashar erkak, biri voyaga yetmagan 16 yashar o'quvchi. Ya'ni huquqiy kontekstda Ichki ishlar bosh boshqarmasi bu hodisa qanday baholashi kerak edi degan savol bor. Keyingi masala. Bu respublikani o'qituvchilar yetishi kerak. Hammalaring sizlar, muhtaram prezidentimiz, administratsiya rahbariyatini himoya qilasizlar. Butun O'zbekistonning o'qituvchilari, ota-onalar, o'quvchilar bilishi kerak bu narsani. Ichki ishlar vazirining birinchi o'rinbosari Rustam Jo'rayev o'qituvchini orqasida prezident turibdi. Prezident administratsiyasi rahbariyati, ya'ni Saida Mirziyoyeva turibdi, deyapti. Yana bir o'rinda u mana bu ogohlantiruvni ham tilga oldi. Bundan keyin har bitta o'qituvchiga nisbatan ko'tarilgan qo'l haqorat, javobsiz qoldi. Xullas, o'quvchisi behurmat qilgan yoki Toshkentdagi holatda bo'lgani kabi o'quvchisi haqorat qilgan, qo'l ko'targan o'qituvchini armiya, pagonlilar himoya qiladi degan aniq-tiniq ogohlantiruv berildi. Bu hodisaning kelib chiqishiga esa muqaddam bezorlik qilgan bola va qayta-qayta ogohlantirilganiga qaramay, buni to'xtata olmagan ota-ona mas'ul ekani aytildi. Endi biroz so'ngra masalaning huquqiy jihatiga to'xtalamiz. Ya'ni voyaga yetgan shaxs bilan voyaga yetmagan shaxs o'rtasidagi bir-biriga nisbatan jismoniy kuch qo'llash masalasiga. Undan avval Isroiljon sizdan so'ramoqchi edim. O'zi maktablarda o'qituvchi va o'quvchi o'rtasida bunaqa ziddiyatlar kuzatib turiladi, har doim bo'lgan. Mana hozir Zarifboy aytdi, bugungi sharoitda demak 40 ta o'quvchidan 4 tasida shunaqa bir agressiv, to'lib ketgan bir vaziyat bor. Portlab ketadi istalgan vaqtda. Lekin odatdan o'quvchilarni urishi sal tezlashgandek. Ammo dars paytida o'qituvchi va o'quvchi yoqalashadigan darajada maktablarda vaziyat og'irlashib ketganmi? Buning sabablari nimada sizningcha? Yo'q, endi bu yerda tezlashib ketgan degan ibora menga jo'yali, nima deydi? 2000-yillardan boshlab o'sha dars berishni boshlagan bo'lsam, o'sha davrda ham deyarli shu ahvolda edi, lekin internet chiqib, kameralar chiqib, endi sirazi ko'payib ketish, ya'ni tezkor ommaga chiqarish imkoniyati bo'lganligi uchun o'qituvchi bilan o'quvchini urishishini ham, o'quvchi bilan o'quvchini urishishini ham tezda ko'ryapmiz-da, bizni ko'zimizga ko'pdek ko'rinyapti aslida, vahima sifatida ko'rilyapti. Lekin o'ylab qarasa, juda haligi ko'payib ketgandek menga ko'ringan yo'q, lekin umuman olganda hozirgi o'quvchilar ancha Zarboy akam aytgandek tezlashgan, ya'ni giperaktivligi kuchaygan deyish mumkin. Xarakterida o'zgarish, bolalarning kayfiyatida, emotsional holatida o'zgarish bor deyapsiz-da? Ha, shunday. Keyin yana bitta narsani ham aytish kerak. Bu narsa o'qituvchini bilim bera olmasligi orqasidan kelib chiqmayapti deb o'ylayman. Ya'ni siz ham ta'kidlab o'tdingiz-ku, ingliz tilini biladi, uni biladi, buni biladi, keyin u o'zidan kuchsiz
qatlamni ko'radi, ya'ni o'qituvchini ko'radi, bilimsiz o'qituvchini ko'radi degan fikr ham borda ba'zi podkastlarda. Shunaqani ham eshitdimki, dars bera olmagandan keyin hurmatsizlik boshlanadi. Yo'q, aslida men unaqa deb tasavvur qilmayman. Ya'ni o'sha ingliz tilini biladigan yoki olimpiadalarda yutadigan o'quvchilar o'sha davrda ham, hozir ham o'qituvchini o'sha darsida, hattoki masalan deylik, tasavvur qiling 10-sinf o'quvchida C1 daraja bo'lib, o'qituvchida B2 darajali sertifikat bo'lsa, ya'ni ma'lum bir sertifikati o'quvchiniki yuqori bo'lsa ham o'shani uchun o'zini yuqori olib tartibsizlik qilmaydi. Tartibsizlikni u aslida oilasida dars ketayotgan, oilasida muammosi bor, kerak bo'lsa ota-onasi eplay olmayotgan o'quvchilar xuddi o'sha xarakterini sinfda ham ko'rsatadi deb o'ylayman. Qarang, hozir Zarif boyag'i nima deydi? Shifokor sifatida, neyropsixolog sifatida distansion masofadan turib, deylik, taxminiy diagnozni qo'ydi. Siz bu diagnozga nima deysiz va bu Zarif boyag'i aytgan vaziyat, masalan, siz dars o'tayotgan bir sinf misolida olaylik, qanday aks etadi o sinfda? Siz kirdingiz, xo'p, 30 ta 40 ta o'quvchingiz bor. Qanday aks etadi bu manzara? Hissiy cho'kish degan diagnozga o'rincha tushunmadim to'g'risi, Zarboy aka. Yo, Zarboyga hissiy cho'kish demadilar. Bu o'sha hissiy jihatdan Zarboyga qaysi terminni ishlatdingiz? Istasheniya deydi inglizchasida, ruschasida. Kasbiy faoliyatda hissiy so'nish sindromi. So'nish, Sindrom эмоционального выгорания deydi. U qanday, Zarboy aka? Sal tushuntirib bering shuni. Yaxshi. Qarang, u nafaqat sizlarda, bizda ham hammada bo'ladi. Agar o'quv soatlari oshib ketsa, maktabda, sinfda talabalar, o'quvchilar soni ko'p bo'lsa, butun dunyoda 20 tadan oshmaydi. Faqat bizda 40 ta, balkim Tojikistonda shunaqadir bo'lsa, o'qituvchiga o'zini kasbiy faoliyatidan tashqari ortiqcha ishlar ko'p buyurilsa, o'qituvchini kuni bilan ishlash faoliyatiga mos ravishda oylik to'lanmasa, o'qituvchida kasbiy so'nish, kasbini sevadi, kasbini yaxshi ko'radi, lekin hissiy, aqliy zo'riqish orqasidan miyasi charchaydi. Sillasi qurigan o'qituvchi ekanda, boshqacha aytilsa. Himoya mexanizmi ishga tushib ketadi-da, bu vrachlarda ham bo'ladi, masalan, reanimatologlarda, xirurglarda tinimsiz operatsiya nimalar qilganda. Bunday o'qituvchi himoyaga muhtoj bo'ladi. Kerak bo'lsa, ruhiy barqarorlik xonasi, xuddi sanatoriyada bo'lgani kabi maktabda ruhiy xotirjamlik xonasi, musiqa terapiya xonasi, o'qituvchilarning o'zi uchun bog'da ozgina sayr qilib yuradigan joy, tushundingizmi? Mana shunaqa xonalar bo'lishi kerak. Bu bir. Ikkinchidan, endi buni baribir sababini ham aytaylik. Qat'iy qilib belgilab qo'yish kerak. 20 tadan oshmaslik kerak o'quvchilar soni. Soat ustida talashib ketayotganlarini ko'ramiz. Soat ustida arzimagan soat, ortiqcha soat bermanga. Berdi. Men bu yoqda psixolog sifatida qarab o'tiraman-da, voy nima qilasan ortiqcha soat, charchaysan-ku deb o'tiraman. Bu yoqda o'sha soatni ortiqcha bersa, orqasidan mablag' turibdi. Ko'rdingizmi? Berilib ishlaydi. Endi ana u o'qituvchi xato qildi. Milliy gvardiyani mana maktabga berib qo'yibdi. Asrana qo'yish kerak. Uzr, bizda bittasi beboshlik qilyapti, chaqirish kerak. Masalan, aeroportda sizni haqorat qilsa, vokzalda haqorat qilsa, siz olishmaysiz-ku. Dar militsiya keladi yoki turistlar uchun hattoki militsiya maktabga mana milliy gvardiyani qo'ydi. O'g'lim mana sen bilan shug'ullanadi, nima qilib. Mana shunaqa qilish kerak. Keyin hamma qonun himoyasida, o'sha o'quvchi ham O'zbekistonning bolasi, o'qituvchi ham O'zbekistonning bolasi. Biz hammamiz qonun himoyasida bo'lishimiz kerak. Otam o'qituvchi bo'lganlar, 40 yil juda mashhur o'qituvchi bo'lganlar. Bitta narsani tinimsiz aytardilar, bolam, ikkita narsani zo'rlab berib bo'lmaydi. Mana diqqat bilan eshitinglar. Biri ilm, ikkinchisi ovqat berdilar. Bizning oilada hech qachon kitob o'qidingmi, kitobingni o'qi, darsingni qildingmi deb hech qachon otam aytmagan. Bizning uyda otam vafotidan keyin kitoblar ikkita kutubxonaga, maktab kutubxonasiga yetadigan darajada kitoblar bo'lardi. Otam hamma kitob jurnallarga a'zo edilar. Biz shu tinimsiz kitob o'qirdik.
Men keyin akamlardan so'radim. Ukamlardan otam vafotidan keyin. Balkim sizlarga aytgandilar kitob o'qi deb. Yo'q. Ko'rdingizmi? Muhit shunaqa edi. O'qituvchining mavqei ko'tarilishi kerak. Masalan, Yaponiyada 4-sinfgacha bolalarga baho qo'yilmaydi. Buni ham diskriminatsiya deb bilinadi. Finlandiyada unaqa xususiy maktablar hakariga otib ketayotgani yo'q. Xususiy maktablarning o'zini ochilishi. Mayli, men unga qarshi emasman. Bu ham o'sha maktab yoshidan boshlab diskriminatsiyaga olib keladi. Xususiy maktabda uzr gapingizni bo'laydi shu yerda. Chunki hali yana gaplashishimiz kerak bor-da, mavzularimiz bor, savollarimiz bor, studiya vaqti cheklangan. Hozir Zarif boyog'i aytgan gaplarga o'qituvchi sifatida siz nima deysiz? Masalan, siz ishlab turgan yoki sizni hamkasblaringiz qanchasida shunaqa sillasi qurigan darajada charchagan ishidan, nima deydi, hissiy jihatdan? Hozir men ishlaganim yo'q, maktabda dars beribman, lekin umuman olganda tasavvurim bor, ya'ni tajribalardan kelib chiqib aytaman. Zarboy aka bir tomondan to'g'ri aytyaptilar. Yana qo'shimcha qilardimki, yilning oxiri bu yanada qo'shimcha yuklama bo'ladi. Ya'ni 9 oy davomida bu voqea ham yilning oxiriga kelib bo'lgani ham Zarboy akani bir hisobga gaplarini isbotlayapti. O'zi zo'riqish bo'lgan. Albatta u men ham aytdim, xalqimga kelgan, balki u yil davomida shunaqa holatda nima deydi, munosabat bo'lgandir, muomala bo'lgandir-chi u o'quvchilardan. Oxiri urib yorgandir deb o'yladim men ham. Yo'q, o'zi qarang, Isroiljon shu yerda ochiq oshkor gaplashaylik. Shu oxirida urib yoradimi yo tezda urib turadimi? Maktablarda o'quvchini kaltaklash qanchalik ko'p uchraydi? Siz o'zingiz urganmisiz Isroiljon? Uzrda endi savolim uchun. Yo'q, endi birar shapalaq qo'yib yuborardim o'sha paytda, o'sha dars berganda, lekin bu darajada urmasdim, prosta nima desa bo'ladi. Direktorga aytishi mumkin edi, ota-onasiga telefon qilardim kerak bo'lsa, shunaqa vaziyatlar bo'lardi. O'zbekistonda 2024-yilda maktablardagi zo'ravonlik va undagi zo'ravonlarga oid umumiy ahvolni qisman izohlaydigan so'rov natijalari ochiqlangan edi. 2022-yilda O'zbekiston maktablari 15 yoshli xalqaro o'quvchilarning bilimini baholash bo'yicha dastur PISA imtihonlarida ilk marta qatnashdi. Unda jami 202 ta maktabdan 7293 nafar o'quvchi ishtirok etdi. Bu dastur faqat akademik bilim emas, balki o'quvchilarning ruhiy psixologik ahvoli, xususan bulling yoki zo'ravonlikka oid ahvolini ham o'rganadi. PISA dasturi asosida baholash imtihonlarida qatnashgan o'zbekistonlik o'quvchilarning 26% sababsiz dars qoldirishi, yana 26% spirtli ichimlik yoki taqiqlangan dori vositalarini iste'mol qilishi o'rtaga chiqdi. Bundan tashqari 31% o'quvchi maktabda urushqoqlik qilishi, 21% boshqa o'quvchilarni urishi, 21% haqorat qilishi, 8% qattiqqo'l o'qituvchisidan qo'rqishini aytgan. Aslida bu so'rov va PISA imtihonida qatnashish imkoni o'zbekistonlik o'quvchilar uchun juda katta hodisa. Ammo bu alohida suhbat mavzusi. Ammo shu bahona o'rtaga chiqqan zo'ravonlikka oid raqamlar aslida juda xavotirli. Shu kunda tarmoqda aylanishni boshlagan mana bu video esa maktabdagi zo'ravonlikka yana bir yaqqol misol. Bor chiqib ketdi. Bor chiqib ketdi. Bor dastur. Bor darsdan chiqib ketdi. Zarif boyog'i bu manzara. Mana bu qizchadagi anaqa agressiyani ko'rib odam qo'rqib ham ketadi-da, istalgan odam. Bu nimadan paydo? Bolalar nega bunaqa tartibsiz yo bunaqangi g'azabkor bo'lib qoldi yoki bo'lib qoladi o'zi odatdan? Qarangda, endi bu tushunarli. Bu holatlar bo'laveradi. Shuni oldini olish masalasini bir gaplashaylik. Mana tem bo'li hozir siz o'zingiz berdingiz. Birinchi masala Kanadada, Amerikada, Germaniyada, Yaponiya, mana bu Janubiy Koreyada men rosa o'rganganman. Maktabda, institutlarda umumiy psixologlar emas, klinik psixologlar faoliyat ko'rsatishadi. Mana keyingi hafta ta'lim vazirligiga, oliy ta'lim vazirligiga borib, barcha o'qiyotgan, ishlayotgan maktab psixologlari va institut psixologlarini
klinik psixologiya bo'yicha 5-6 oylik o'quv kurslarini o'tishlarini majburiy qilib qo'yishni aytmoqchi edim. Bu nima degani? Umumiy psixolog sog'lom shaxslar bilan ishlaydigan psixolog. Hozir umumiy psixolog tushunchasi chet elda yo'q ham. Klinik psixolog aynan nevroz, depressiya, agressiya, fobiyalar bilan, apatiya bilan ishlaydigan psixolog. Bechora umumiy psixologga pedagogik yo'nalishdagi ta'lim maskanlarida nevroz nima, depressiya nima, agressiya nima, bolalardagi giperaktivlik sindromi nimaligini o'rgatmaydi ham. Chunki bular tibbiy atama. Shuning uchun albatta mana shu holatlarni oldini olish uchun mana ozodlikning hammasi eshitadi. Albatta vazirlik qaror chiqarish kerak. Barcha ta'lim maskanlaridagi umumiy psixologlar, barcha institutlardagi umumiy psixologlar klinik psixologiya kursini o'tagan bo'lishi shart. Bu bir. Ikkinchidan, o'qituvchilarni kerak bo'lsa mana sentyabrgacha hali vaqt bor. Mana oldinroq esida bo'lsa barcha hokimlarni tibbiy psixologik ekspertizani o'tkazish kerak degandim. Chunki ulardagi agressiyani o'qituvchi bechora o'qituvchilarni hissiy zo'riqish sindromi nechtasida bor. Ularni yaxshi orden olganlar emas. Aynan hissiy zo'riqish sindromi chiqqan, apatiya aniqlangan, depressiya aniqlangan o'qituvchilarni bepul o'sha Oqtoshga, Zominga, Chimyonga, Chortoqqa, sanatoriyaga yuborib ularni davolatish kerak. Ularga ruhiy xotirjamlik nima qilish kerak. Oilalari albatta oshib kelyapti, yana oilalarni oshirish kerak. Agar bizlar o'zingiz o'ylang, mana men institutda 35 yildan men dars beraman. Hayron qolaman. Ruhiy nogiron bolalar kelyapti. Zombi bolalar kelyapti. Zombi so'zini ikki xil tushunish kerak. Ba'zilari qo'rqoq indamay o'tiradigan apatiya bilan. Orqangda pagonli insonlar turibdi. Prezident turibdi desak, prezident hammamiz orqamizda turibdi. Biz sayladik, hammamizni himoya qiladigan shaxs. Bizlar kim? Nogiron, ruhan cho'kkan, halidaqa shijoati yo'q yoshlarni institutga yuboryapmiz o'qitib. Bular ertaga bizning kelajagimiz, ertaga shulardan o'qituvchi bo'ladi, fizik bo'ladi, olim bo'ladi, vrach bo'ladi. Boshqa millatlar ichida boshini egmay turadigan mard o'g'lonlarni ham tarbiyalashimiz kerak. Buning uchun biz o'qituvchilarni boshimizda ko'tarishimiz kerak. Tom ma'noda o'qituvchini haqiqatan himoya qilishimiz kerak. Endi pagon masalasiga kelsak, o'sha yerda militsiya dars o'tib kelsinchi, prokuror dars o'tib kelsinchi, даже tahoratga chiqib kelsa chidab o'tiradi. O'qituvchiga unaqa hurmat yo'q. Nima uchun? Chunki qo'rquv imperiyasi ostida biz tarbiyalandik. Mana masalan, qo'rqsa jim o'tirish bu yaxshi narsa emas. Hurmat qilib jim o'tirishni o'rgatishimiz kerak. Hurmat qilib, keyin men sizlarga o'qituvchilarga murojaat qilib qolmoqchi edim. Mana men to'g'ri ma'noda tushuninglar, men o'zim maqtash ma'nosida emas, kitob o'qimagan kunim yo'q. Hatto ertaga tayyorlanan leksiyam avvalgisiga o'xshab qolmasin deb tayyorgarlik ko'raman. O'qituvchi o'qiyverish kerak, nima qilaverish kerak, o'zini ustida ishlayverish kerak. Mana raqamli davrga yetib keldik. Bolalar, aqlli bolalar, bitta aqlli bola zo'r savol berib qo'ysa, geografiya bo'yicha. O'qituvchi bechora uyda u notebooki bormikan o'sha o'qituvchini? Wi-Fi zo'r ishlarmikan uyda? Xo'p, maktabga kelganda chiroyli kiyinib keladimi? Keyin yo'qotish kerak. Bitta sinfda 40 ta bola umuman mumkin emas. Agar super o'qituvchi bo'lsa ham, haligi universal soldat deydi-ku, universal o'qituvchi bo'lsa ham unda 3 oydan keyin hissiy portlash sindromi bo'ladi. Ana bu gaz, svet, botinka, kostyum olaman degan xayolga bormay, mana shu ertangi darsga tayyorgarlik ko'rib jim o'tirish uchun eshik taqilib kelib, xotini boring mollarga o't terib keling. Boring ozgina ana shu Jigulini aylantirib taksichilik qilib keling. Kuni bilan dars berib o'tiribsiz deb uni nimani o'ylamas kerak, pul haqida o'ylamas kerak o'qituvchi. Maktab yana bir marta maktab. Maktab ilm o'chog'i. Masjiddan ham ustun turadigan narsa maktab. Institutdan ham ustun turadigan maktab. Shunday. Hozir Zarboy og'a, siz hozir juda ko'p jihatlarni aytyapsiz-da, shu ba'zilariga shu issig'ida Isroiljondan munosabat olib ketaylik. Mana yonimizda o'qituvchi o'tiribdi. Masalan, o'qituvchilarni tibbiy tekshiruvi qanaqa deylik? O'sha mana hozir Zarboy og'a aytyapti, ruhiy holatini tekshirish kerak deb. Bir qanaqadir regulyatsiya bormi? 6 oyda bir yo 1 yilda bir o'tib turish kerak degan. 1 yilda bir marta majburiy tibbiy ko'rik bor. U avgustda o'tadi o'qituvchilar va shu paytgacha u ham muammo bo'lib kelgan, to'g'risi. Ya'ni qanday
o'qituvchi to'laydimi yoki o'sha ish beruvchi to'laydimi, kodeksda ish beruvchi to'laydi degan joyi bor edi. Shu 2 yilgacha, shu so'nggi 2 yilgacha shu muammo bo'lgan va o'qituvchi o'zini yonidan pul to'lab kelgan. Zarboy aka aytgandek, unaqa chuqur tekshiruv bo'lmasdi, ya'ni asosiy yuqumli kasallik bormi, umumiy, mana shunaqa qon tahlillari ko'rilardi. Unaqa psixologik tekshiruv bo'lmasdi, balki men kuzatganlarda bu endi Isroiljon, keling, hozir bu mavzu shunaqa katta mavzuki, gapingizni bo'lyapman. Shunaqa katta mavzuki, u yog'idan olsangiz ham, bu yog'idan olsangiz ham katta bir nimaga kirib ketaverasizda, sektorga. Sal umumlashtirish uchun. Demak, birinchisi tibbiy tekshiruv muammoli. Agar rostdan o'zini sog'ligidan xavotir olsa o'qituvchi cho'ntagidan pul sarflab, qo'shimcha resurslar bilan borib tekshirish kerak. Birinchisi. Ikkinchisi, ish jadvali. Ishi belgilangan dars soatlaridan tashqari yana qancha yuklamasi bor? O'qituvchilar yuklama deyishadi, nagruzkasi bor. Haqiqatda juda ko'pmi mana shunaqa juda charchab ketadigan darajada? Ya, bir stavka o'zi belgilangan. 1548 soat 1 yillik qilingan. Bu narsa xuddi bankirlar ishda necha soat bo'lsa yoki boshqa kasb necha soat bo'lsa o'shanday bo'ladi. Ya'ni 8 dan toki o'sha 4 gacha 5 gacha ga to'g'ri keladi. Ya'ni bir stavka. Endi 1,5 stavka bo'lsa 30 soat dars oladigan bo'lsa, butun o'sha kun davomida band bo'lishi mumkin. Bu aytganingizdek, o'zi bir stavkadan oshig'i o'qituvchiga nagruzka berishni boshlaydi. Ya'ni bir haftada 30 soat dars berish, ya'ni X-men dars berishi mumkin u holda nagruzka berishni boshlaydi bu. Tinimsiz necha soat gapiradi shunda? 6 soat bo'lishi mumkin. 6 soat gapiradi. Endi bizda dars tizimi shunaqaki, bolalar partada o'tiradi, faqat o'qituvchi gapiradi, har zamonda o'quvchi gapiradi. Shunaqami? Umumiyatla sistemasi. Yo'q, u ham hozir o'zgaryapti qonuniyat, ya'ni sal o'zgaryapti, ya'ni o'qituvchi ilgarigi qonuniyatda shunaqa edi. Biz ayniqsa biz o'qigan davrda shunaqa edi. Hozirda o'qituvchi ma'lum bir prezentatsiya bu qilib o'quvchilar bilan ham nima deydi? Lekin shakl o'zgargani yo'q-da Isroiljon, to'g'rimi? Masalan, biz Yevropada bolalarimiz butun dunyoda o'zgargan yo'q-ku. Sinfxonasi yo'q. Sinfxonada parta, stol-stullar yo'q. Burchakda stollar bor. Bolalar tinimsiz aylanib yuradi, o'tiradi, turadi. Shu asnoda o'qituvchining aytgan gapini ham eshitadi, doskaga ham boradi. Hali mana shunday qotib o'tirish degan sistema yo'q. Endi albatta bu boshqa narsa. Hozir O'zbekiston bilan solishtirsak qisman nima bo'ladi? Lekin umumiyatla Sovet davrida shakllangan o'sha tizim o'zgargani yo'q. Doska u yerda turadi, o'qituvchi burchakda o'tiradi, o'quvchilar qator 40 ta bola shu o'tiradi. Endi sinfxonasidagi o'quvchilar soni masalasiga kelsak, hali ham shunaqa 40 tami yo masalan shaharlar, tumanlarga qarab sal 35 ta, 30 ta, 20 taga tushgan holatlar ham bormi? Ya, bu qishloqda turiga bog'liq. Misol uchun qishloqda shunday hollar bo'ladiki, ya'ni 20 talik sinflar ham bor, shaharlarda bor, o'sha 35 ta, 40 tagacha sinflar bo'ladi. Hammani standart deb bir nima deb bo'lmaydi. Men ko'rgan sinflar 25 talik ham bor, 27 talik, xullas 40 tagacha bor, to'g'ri. Lekin baribir o'sha 6 soat davomida 20 ta bo'lsin, xo'p mayli, bolaga tinimsiz bir o'qituvchini gapirishi va bolalarni partadan qimirlamaydigan bir diqqat bilan ushlab turish bu juda katta nagruzka o'qituvchiga ham va hozir Zarifboyga aytmoqchi, giperaktiv nima deydi, telefonda, ijtimoiy tarmoqda, ayniqsa reelslar haqida ko'p gap ketyapti. Biroz avval eshitgan bir podkastimda ham aytyapti, o'qituvchi aytyapti. Men uni bolalar deyapti, bir necha minutlik reelslarga o'rganib qolgan, meni yarim soatlik prezentatsiyamni hech kim eshitmaydi deyapti. 20 ta bola partada qimirlamasdan hech bo'lmasa 1 soatlik darsni yarmini ham eshitib tura olmaydi-da, baribir juda og'ir fizически deyman-da. Demak, buni nagruzkasi ham oxir oqibatda o'qituvchiga tushyapti, oxir oqibatda. Endi qo'shimcha ishlar bormi hali ham o'qituvchilarda? Buncha nagruzkani ustiga. Dars qog'oz bazaga ancha yo'qotilgan, lekin ma'lum bir nimalar bor, ya'ni nima deydi, o'zi sizlar ham kuzatib turasizlar-ku, ma'lum bir maktablarda ommaviy bo'lmasa ham ko'zga tashlanyapti, open byudjetda ovoz yig'ish masalasida bo'lishi mumkin. U bitta masala bo'lishi mumkin. Keyingi masala shu asosan bir-birida ko'rinib qolyapti shu. Lekin bitta narsa, Barnopa, hozir o'qituvchilar ham
so'nggi yillarda o'zini huquqini himoya qilishda o'rganib olgan, ya'ni kerak bo'lsa portalga yozib bo'lsa ham huquqini himoya qilib olyapti. U qo'shimcha ish buyursa, masalan, ko'rdingizmi? U nimada hali nima deydi, maktab ta'mirida o'qituvchilarni ishlatgan direktorlarni qanchalik olib borib keldi yoki navbatdan tashqari bayram kunlari nima deydi, o'qituvchilarni qo'ygan, maktabga qo'ygan direktorlarni qanchalik o'qituvchilarni o'zi ijtimoiy tarmoqda chiqarib yubordi-yu. Demoqchimanki, huquqiy ongi ham ilgarigichalik emas, o'qituvchilarni ancha oshdi. Tushunarli. Endi yana bitta savol. Hozir Zarif boyaga aytib ketgan masala. O'qituvchilarga qanaqadir yilda bir marta dam olishi uchun yoki haftada bir martami o'z ustida ishlash uchun, dam olish uchun qanaqadir vaqtlar beriladimi? Endi qani ta'til beriladi-ku, lekin Zarif boyatga aytgandek, umumiy ommaviy mazmunda nima deydi, sihatgohlarga profsoyuz yuboradi, 50% to'lab yuboradi, lekin istaymizmi yo'qmi, hammaga yetmaydi u profsoyuz nimasi, profsoyuz nimasi ham yo'q, nima deydi, sihatgohlar yetishmasligi mumkin. Lekin istalgan o'qituvchiga deylikki, nima yo'q, cheklov yo'q, xohlasa men shu qaysidir iyul oyi, avgust oyi yoki yil davomida bir haftalikka borib kelaman deb profsoyuz orqali borish ehtimoli bor. Navbat bilan. Tushunarli. Endi aslida tarbiyasi og'ir o'quvchilar hamma zamon va hamma makonlarda ham bor, bo'lgan, bundan keyin ham bo'ladi. Ya'ni tarbiyasi og'ir, nima deydi, jamiyatda qaysidir qatlamning ota-onasini ham, farzandlarini ham tarbiyasi og'ir bo'ladi va ularga nisbatan alohida regulyatsiyalar bo'lishi kerak. Lekin har bitta mamlakatning ta'lim tizimida bunday bolalarga chora ko'rish mexanizmlari turlicha. Shu o'rinda masalan Yevropa mamlakatlaridagi prinsipda bir xil bo'lgan bir mexanizmga qaraylik. Yevropa maktablarida intizomni buzgan yoki zo'ravonlik qilgan o'quvchilarga nisbatan choralar odatda quyidagi bosqichlar asosida amalga oshiriladi. Qoidabuzarlik aniqlanadi. O'qituvchi yoki maktab ma'muriyati holatni qayd etadi. O'quvchi bilan suhbat qilinadi. Og'zaki ogohlantirish beriladi. Ota-onaga xabar beriladi. Zarur bo'lsa, psixolog yoki ijtimoiy pedagog jalb qilinadi. Bu choralar ish bermasa, intizomiy choralarga o'tiladi. Darsdan keyinga qoldiriladi. Qo'shimcha yozma yoki tarbiyaviy topshiriqlar beriladi. Vaqtincha sinfdan chiqariladi. Jiddiy holatlarda vaqtincha maktabdan chetlatiladi. Boshqa maktabga o'tkaziladi. Kam hollarda, ammo zarur bo'lsa, maktabdan butunlay chiqariladi. Asosiy prinsip jazolash emas, o'quvchini to'g'ri yo'lga solish va tarbiyalashga qaratiladi. Adashmasam, O'zbekistondagi ta'lim sistemasida ham mana shu prinsipning qariyb hamma qismi bor. Lekin bu qanchalik ishlaydi? Masalan, bugungi dasturga tayyorgarlik jarayonida ko'p o'qituvchilarni o'sha ijtimoiy tarmoqlarda qoldirayotgan sharhlarni o'qidim-da. Bolaga 2 qo'ya olmas ekan o'qituvchilar. 2 qo'ysa o'zing eplolmayapsan deb kaltaga o'zini boshda sinadi deb yozishyapti o'sha o'qituvchilar. Bolani sinf xonasidan chiqarib yubora olmas ekan. Chunki bola koridorda yursa yana o'qituvchi javobgar bo'lar ekanda. Yoki bolani sinfdan sinfga qoldirish mexanizmi ham hozir ishlamay qolgan ekan. Yana oxir oqibatda o'qituvchining o'zini reytingi hisoblanib, o'sha reytingi tushishiga sabab bo'ladi degan fikrlar yozyapti. Bunday olib qarasangiz, bolani yaxshi gap bilan urmasdan, so'kmasdan yoki ishni ichki ishlarga aralashtirmasdan hal qiluvchi mexanizmlar ishlamayapti ekanda, shunaqami? Bu mana prezentatsiyadagi birinchi qatordagi hammasi odatda qo'llaniladi. Ya'ni psixolog va direktorgacha gaplashiladi. Lekin ikkinchi holdagi prezentatsiyadagi ikkinchi hol kamdan kam ishlatiladi. Ayniqsa haqiqatan ham sinfda qoldirish yaqin 10 yilda ko'rganim yo'q, sinfda qolgan. Nimaga bu mexanizm ishlamaydi? Masalan, uzr, men hozir sal mavzudan chetga chiqyapman. Meni hozir farzandlarim o'qiyotgan maktabda 10 kun ketma-ket dars qoldirsa bola, bu o'zi ma'muriy chora ko'rish darajasiga o'tadi. Bola darsdagi tartibni masalan 3 marta ketma-ket buzsa, o'qituvchisiga javob bera olmasami yo uyga vazifani qilmasa, keyingi kuni masalan yoki 2 kundan keyin obedda hamma o'qituvchilar tushlikda o'tirib ovqatlanadi, o'rtoqlari, ular alohida xonalarga detention deydi. Bular ya'ni tarjima qilsangiz hibsxona deydi, agar bunday olsangiz-da. O'sha joyga qo'yiladi, internetdan ba'zan uziladi, qilgan ishiga qarab. Ma'lum bir vazifa beriladi, o'sha vazifani o'sha 1 soatlik detentionning ichida bajarib chiqishi kerak.
Yo'q, agar bajara olmasa yoki inobatga olmasa, ertasi kuni yana o'sha yerda o'tiradi. Yo'q, u yana ishlamasa, darsdan maktabga kelishdan taqiqlanadi bolani. Ota-onasi dodlaydi keyin, bola bilan buni hal qilishga harakat qilasiz. Masalanda bu chunki bola maktabga bormayapti. Siz javobgarsiz. Chunki ijtimoiy xizmatlar kelib ertaga taqillatadi, nega bola maktabga bormayapti deb. Buni choralari juda og'ir. Hatto vizalarni bizga chet elliklarga vizasini bekor qilib chiqarib yuborishgacha boradi-da. Uzr, men sal mavzuga nima qildim. O'zbekistonda shunaqa qilsa bo'lmaydi. Masalan, o'sha 24 yoshar o'qituvchi haqiqatda jonidan to'ygan, charchagan. Chunki nima deydi, o'smir bolani nazorat qilish hammaga og'irda, nafaqat o'qituvchiga, ota-onasi ham dod devoradi. Shunaqa bir mexanizm yo'qmi? Masalan, ta'lim vazirligi aytsa, olinglar alohida xona qo'yinglar, o'sha yerga kirgizinglar, o'sha yerda o'tirsin, 1 soatda chiqmasin, telefonni olib qo'yinglar degan bir mexanizmni ishlatsa bo'lmaydimi? Bilmadim, haqiqatdan ham zo'r usul ekan. Mana shu usulda agar qo'llasa, bizda ham zo'r o'zgarish bo'lardi. Bizda ham Milliy gvardiyani maktablarga jalb qilingan, balki o'sha davomat masalasi-yu tarbiyasi og'ir o'quvchilar bilan ishlashda yordamchi sifatida ko'riladi. Keyin ko'p maktab o'qituvchilari bilan gaplashganimda ular xursand bo'lgan, o'sha Milliy gvardiya kelgandan keyin ancha tartibga tushdi, davomat yaxshilandi degan. Keyin sinfda qoldirish masalasi bu cheklanmagan, qonunda bor. Buni lekin menimcha ko'p o'qituvchilar bilan gaplashaman, aytadiki, o'zlari nima deydi, unamaydi o'zlari. Ya'ni xo'p, bitta tarbiyasi og'ir 10-sinf 11-sinf o'quvchini 1 yil sinfda qoldirdim. Keyingi yil meni fanimda yaxshi bilib qoladimi? Ya'ni o'zgarib qoladimi? Battar menga bosh og'riq bo'ladi. Undan keyin qo'y degan o'qituvchilar bo'lganda, ya'ni nima kerak bor degan. Yo'q, endi hozir bu bunaqa masalalarga bir o'qituvchini yondashuvi unday, bir oilani yondashuvi bunday, lekin prinsip bo'lish kerak-ku. Qanaqadir belgilangan prinsip bo'lish kerak. Hozir o'zi shu joyda boshqa ta'lim vakillarining fikrini ham eshitaylik. Bittasi Komil Jalilov o'zini Telegram kanalida juda yaxshi. Balki shuni ayting. Umumiy o'qituvchilarga targ'ib qilsa yaxshi edi. Ya'ni mana shu sinfda qoldirish masalasini o'qituvchiga ham, ota-onaga ham, o'quvchiga ham ko'proq targ'ib qilinsa, balki namuna uchun qoldirsa, o'shanday keyin aytganingizdek yaxshi tizim bo'lardi. Biz o'qib yurgan paytda bolalar sinfdan sinfga qolardi-da. Men ikkita sinfdoshim, adashmasam, yo bitta sinfdan sinfga qolib ketgan bola edi. Endi qarang, mana Komil Jalilov taniqli ta'lim faollaridan biri, yana biri taniqli siyosatshunos Hamid Sodiq. Bular shu O'zbekiston maktablarida mavjud, ammo ishlamayotgan mexanizmlar haqida fikrini bildirgan. O'quvchini sinfdan sinfga qoldirish mexanizmi mavjud emas yoki bo'lsa ham ishlamaydi yoki ishlatilmaydi. Pedagog hech bo'lmaganda o'qimaydigan o'quvchiga 2 baho ham qo'ya olmaydi. Maktab rahbariyati o'ziga muammo yaratmaslik uchun o'sha bolaning bahosini qo'ydirib beradi. Ha, pedagog qoidani buzdi, lekin muammoning sabablariga yetmasdan turib, bunday jinoyat ishlari ochish uning kelgusi karyerasidagi juda ko'p eshiklarni yopadi va yoshlarga davlat maktabiga ishga bormanglar degan signal beradi. Hozirgi axborot va sun'iy intellekt davrida bolani axborot uchun maktabda ushlab tura olmaysiz. U axborotni o'qituvchisiz ham, maktabsiz ham topa oladi. Bizda esa ta'lim falsafasi u yoqda tursin, necha yildan beri aniq bir ta'lim dasturi ham yo'q. Bugungi qamoqxonalar va maktablarning o'xshash tomoni shundaki, bu ikkita tashkilotning kontingenti bir xil prinsipga tayanadi. Bittasi jamiyat taklif qilgan qolipdan chiqqani uchun, ikkinchisi o'sha qoliplarga majburiy moslash uchun. Bugungi maktablarning bilim berish funksiyasidan ko'ra nazorat qilish funksiyasi ko'payib ketgan. Bunday sharoitda bola o'zini mahbusdek tutadi, chunki hamma joy kameralar bilan to'la, o'qituvchisi esa bilim emas, tarbiya berish bilan shug'ullanadi. Modern dunyo taklif qilgan ta'lim tizimi bunday o'zining asoslarini yo'qotib bo'ldi. Biz bugun bolalarimizni qamoqdan qanday asrasak, maktabdan ham shunday asrashimiz kerakday. Juda ham keskin fikrlarda, lekin haqiqatda o'ylab ko'rishga arziydigan fikrlarga o'xshaydi. Endi studiya vaqtimiz oxiriga yetib qolyapti. Bitta juda muhim jihatni aytib ketishimiz kerak. Bu o'qituvchilarning ko'z yoshlari, o'sha videolarda tinmagan ko'z yoshlari. Va ikkinchi juda muhim jihat, mana Zarif oyog'i ham ko'p urg'u berdi.
va haqiqatda arziydi. O'quvchilarga armiya va pagonlilarni eslatish orqali menimcha bu gapni aytishdan qo'rqish kerak emas, tahdid qilinishida, o'quvchiga tahdid qilinishi. Masalan, avvaliga ko'z yoshlar haqida gapiradigan bo'lsak, psixologiyadan mana ozgina xabar bor, hamma tushunib turibdi. O'qituvchilarning ko'z yoshi faqat mana shu hodisada oqlangan o'qituvchiga hamdardligi yoki xursandligidan emas-da. Buni orqasida katta bir masala bor. 20 yil stajda hali biron marta bironta o'quvchi so'kib haqorat qilmagan. 7-may kuni shu voqea sodir bo'lsa, informatika o'qituvchimiz bilan 19-may kuni sodir bo'lyapti. Bundan keyin har bitta o'qituvchiga nisbatan ko'tarilgan qo'l haqorat javobsiz qoldi. Farzandni tarbiyasiga bevosita ota-ona javobgar. Bu yerda kasbiy hamdardlik o'zini o'sha o'qituvchini o'rnida o'zi ham ko'rib yashadida, bir necha kun barcha o'qituvchini o'qituvchini o'rnida ko'rdi. Ya'ni o'zini sinfdagi to'polon qilgan va o'sha to'polon qilganda urgan bo'lsa masalan, urgan bo'lsa ota-onalar kelib to'polon qilishi, mana shular hammasi yig'ilib o'zini ko'rdi. Oynada o'zini ko'rdi o'qituvchilar. Shuning uchun bu yerda siz aytgandek hissiyotini yashirmadi. Nafaqat o'sha sud zalidagi o'sha 275-maktabda o'qituvchilari u yerda, balki butun respublikadagi tarmoqdagi o'qituvchilar bu nima deydi, qarordan o'qituvchini nima qilishdan, oqlanishidan xursandchiligini yashirmadi. Chunki men ham o'zim aytdim, bu birgina shu sinfdagi o'qituvchi bilan shu o'quvchini to'polani emas edi. Bu nima deydi, so'nggi yillardagi barcha sinfxonadagi vaziyatni tushunarli oynasi bo'lishi mumkin dedim. Endi aslida o'qituvchini, masalan, bugun o'qituvchini oyligi, unga berilgan vakolat, o'qituvchini zimmasiga yuklangan mas'uliyat, maktabning ichi va tashqarisida yuklangan jismoniy qanaqadir yuklamalar yoki ruhiy nima deydi, mas'uliyat, masalan, ma'naviy qanaqadir mas'uliyat, uni obro'si o'qituvchini. Hozir Zarif boyag'a juda ham yaxshi aytib o'tib ketdilar, sog'ligi, umumiyatla qadri, o'quvchini oldida qadri alohida bitta masala sinfxonada, lekin jamiyatdagi qadri. Bular hammasi alohida bir katta suhbatlarga arziydigan masalalar aslida-da. Ammo bugungi suhbatda bularning barchasiga to'xtala olmaymiz. Pagonlilar masalasi. Bunaqa kuch bilan bolalarga tahdid qilinsa, tahdid degan so'zni ishlatishdan menimcha qo'rqmaslik kerak. Balki ogohlantiruv deylik mayli, yumshoqqina qilib, qanday oqibatlarga olib kelishi mumkin? Zarif boyag'a bir psixolog sifatida nima deysiz shunga? Men hali aytib o'tdim, qisman bu savolingizga javob berdim. Birinchi masala, hech qachon millatni, bolaning ruhini sindirish kerak emas. Bu bir. Ikkinchidan, taltaytirib yuborish ham kerak emas. Bu ikki. Uchinchidan, hamma O'zbekiston vatandoshlari qonun himoyasida albatta. Keyin, mana shu men aytib o'tay, bu piltamiltiqda o'q otadigan davr o'tib ketdi 100 yil oldin. Mana bu taxta doskalarning o'rnida interaktiv, $800 doskalar bo'lishi kerak. O'sha bizning bolalarimiz xohlaymizmi, xohlamaymizmi, kelguncha ketguncha video reelslar ko'radi. Shundoq qiziqarli narsani shundoq qo'yib yuborish kerakda. O'sha bolalar qiziqadigan. Mayli matematika darsini o'tyapti. Kelinglar bugun kecha nimada bo'lgan bir voqeani ko'raylik. National International nimada dunyo nimalar bo'ladi, geografiyaga bag'ishlangan bir qanaqadir nimani, bir chiroyli bir nimani qo'yib yuborish kerak. Bolaning diqqatini bu yoqqa qaratib yuborish kerak. Ya'ni bizda hattoki jiddiy katta bir ilmiy simpoziumlarda shunaqa holatlar bo'ladi. Insult bo'yicha simpozium ketyapti. O'rtada 2 minutlik multfilm qo'yib yuboriladi. Zalda to'la professorlar dunyoga mashhur. Masalan, bunaqa narsalar qo'yib yuborib, bolalarning fikrini bu yoqqa chalg'itib yuborib, o'qituvchilarga raznobraziya kerak. Umuman haligida men generalman, sen soldatsan, aytganimni qilishing kerak degan stil o'tmaydi. Keyin bolalar haqiqatan ham mana o'qituvchilarda vaqt yo'q. O'sha internetda nimada ko'p o'tiradi. Sun'iy intellektdan foydalanib, ertang hamma o'qituvchilarga sizlarga meni iltimosim, har kun ertasi kuni qanaqa qilib bolani shundoq nima qilsam bo'lar ekan. Kerak bo'lsa o'sha barabar kichkinagina bir 30 sekundlik bir multfilm qo'yib yuboringlar. Kulsin,
direktor hech narsa qilmaydi, nima mutlaqo fanga aloqasi bo'lmagan. Keyin bezori bola haqida yaralashda qanaqadir nimalar bor o'zbekcha bir ozgina 1 minutlik, 2 minutlik hech narsa qilmaydi. Qo'yib borib bolalarning diqqatini tarqatsa, buni bosh miyada dominant o'choq hosil qilish fenomeni deydi. Ana shundan keyin nima qilib ketadi? Zalda ham, leksiya o'qiyotganda ham, nima qilayotganda ham doimo men har xil bir shakllarni keltiraman. Bularni qilish kerak, o'qituvchi endi doskalarni hammasini elektron doskaga o'zgartirish kerak. U taxta, bor, umuman uyat unaqa doskalarni turishi. Hammasi 100% o'zgarishi kerak. Keyin hali aytgan 20 ta bolalik. Men hozir hisobladim. Har bolaga 5 minut chiqib gapir desa, 12 ta bolaga 5 minutdan 60 minut vaqt ketadi. 30 ta bo'lsa 100 gramm qachon so'rab chiqadi, qachon dars o'tadi. Keyin mayli, men xususiy maktablarga nima emasman, Finlandiyada xususiy maktablar ulushi bir 10% dan oshmaydi. Keyin ta'limga aralashmasin hech kim. Kimdir kitobni o'zicha qanaqadir yozib keladi, matematika masalalari murakkab, fizika murakkab, maktab darsliklaridan pul qilishni shunaqa Zarboyga vaqtimiz tugashiga 1 minut qoldi. Qisqagina ayting. Bizning mentalitetda ham bor-da, bu etisizniki suyagi bizniki degan. Azaldan shunaqa zo'rlikka yo'l beradigan. Xo'p, mana shu orqangizda pagonlilar turibdi degan narsa bu taqdidmi bu yo bo'lmasa maktabda tartibga soluvchi bir vositami bu? Nima deyish mumkin? Qisqagina qilib aytsangiz. Endi bu pagonli odamga umid berish. Nima qilish? Tushundingizmi? Mayli, endi bu qanaqadir bir pagonli odam gapirdi buni. Pagonli odam nima deydi? Pagon haqida gapiradi. Biz orqamizda prezident, hammamiz orqamizda prezident turibdi. Hammamiz orqamizda konstitutsiya turibdi. Hammamiz orqamizda qonun turibdi. O'qituvchini hokim ham himoya qilmasin, hech kim himoya qilmasin. O'zini himoya qilishni o'rgansin, o'z haq-huquqlarini so'rashni o'rgansin, o'zini ustida o'qisin. O'z shu bilib turib o'qituvchi bo'ldingizmi? Shundoq bir o'qituvchi bo'lingki, bolalar sizga intilsin. Isroiljon qisqagina marhamat, so'ng bu yerda qisqagina. Bu yerda ota-onani mas'uliyati uchun gapirgan menimcha. Katta ehtimol bilan ota-onani mas'uliyati uchun gapirgan davlat xodimi, o'qituvchilar. Demak, ota-onalar eshitib olinglar, tarbiyasiz o'quvchilarni bolalaringizga yaxshiroq qarang degan ma'noda o'tirib qo'yganini tushundim men, masalan, o'qituvchi sifatida. Vaholanki bunaqa ogohlantiruv bunaqa minbardan Ichki ishlar vazirining o'rinbosari darajasida berilgan ogohlantiruv mana bunaqa savollarni, har xil taxminlarga o'rin qoldirmasligi kerak-da. Endi uzr Zarifboyga, vaqtimiz tugab qoldi, studiya vaqti. Bu juda katta mavzu, hali aytganimizdek, va bu haqda hali yana gaplashish imkoni bo'lar. Bugungi suhbatda qatnashganinglar uchun katta rahmat. Demak, Toshkentda informatika o'qituvchisi va o'quvchisi o'rtasida yuz bergan mojarodan hamda uning misli ko'rilmagan oqibatlari haqida o'zbekistonlik ta'lim sohasi vakili, o'qituvchi Isroiljon Tillaboyev hamda neyropsixolog, jamoatchilik faoli Zarifboy Ibodullayevlar bilan suhbatlashdik. Suhbat uchun katta rahmat. Sog' bo'ling. Rahmat.